Bugun yana bitta katta obyektlarimizdan bittasini boshlaganmiz. Bu yerda men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Xo'p, bu yerda ketyapti bizda XP Spinaplex, Bazalt va yana XP Spinaplex bu nimaga? Har bitta obyektga biz alohida yechim beramiz. Mana bu yerda tepa qismi tom qismi bo'lgani uchun u yo'q, umuman utepleniya kerak emas tomga. U yerda hech kim yashamaydi. Endi perepad bo'lib qolmasligi uchun qumsuvo qilinish kerak bo'lsa, u yerda 7 sm qumsuvo. Ertaga tushib ketish xavfi katta. O'shaning uchun uy egalari aytishdi, arzonchiroq nima materialing bor? Arzonchiroq Pinaplex bor. Ham utepleniya vazifasini bajaradi, ham perepad bo'lmaydi, tekis bo'lib ketadi. Pastdagi XP Pinaplex nima uchun? Suvdan himoya uchun. Xudo ko'rsatmasin, agar suv toshib ketib qoladigan bo'lsa bu joyga, bazaltga hech qanaqa xavf tug'dirmaydi. O'shaning uchun pastga Pinaplex berganmiz. Va ko'rib turibsiz, har bitta bazalt listiga va Pinaplexga 5 tadan dyubel zontik berganmiz. Dyubel zontik berganimizdan keyin har bittasini yamab chiqqanmiz va undan keyin keyingi jarayon mana qurigandan keyin armirovka jarayonlari boshlangan. Mana qanaqa sifatli bolli armirovka setkalarini tashlashayapti. Agar siz imorat qurayotgan bo'lsangiz, sizga moshli utepleniya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Teplo Masterga murojaat qiling. O'zimiz boramiz va siz uchun alohida yechim beramiz.